Assalomu alaykum. Ismim Jamshidbek. El-yurt milliy jamg'armasi stipendianti va Buyuk Britaniyaning Glasgow universiteti magistratura bosqichi talabasiman. Ushbu universitetda mana 1 yildan buyon o'qib, muhim zamonaviy bilim va tajribalarga ega bo'lib kelmoqdaman. Mana 2025-yil ham asta-sekin oxirlab bormoqda. Bu yil men uchun juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi va yilning boshida juda ko'p maqsadlarimni qo'ygandim. Ana shunday maqsadlardan biri o'zimning mutaxassisligim bo'yicha olgan bilimlarimni ulashish, sayohat qilgan, ko'rgan joylarimni video kontent asosida YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Instagramda yoritib borishni maqsad qilib qo'ygandim va bugun 24-dekabr o'sha maqsadimga erishish uchun dastlabki qadamni tashladim. Jamshid Ziyoxonov, Teacher Azam, Kunduzi, Putushkin kabi YouTube blogerlarni doimiy tarzda kuzatib kelaman. Va ularni kuzatish jarayonida menda shunday fikr bo'lardiki, men ham qachondir o'zimning shaxsiy YouTube blogim bo'ladi, o'zimning olgan bilim va tajribalarimni ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritib boraman deb o'ylab yurardim. Ushbu video kontentlar orqali o'zimning mutaxassisligim, ya'ni ta'lim bo'yicha olgan bilimlarim, tajribalarimni ulashish, shuningdek ko'rgan, sayohat qilgan qiziqarli joylarni video orqali ulashishdan iborat. Demak, bugungi birinchi videomiz men o'qiyotgan Glasgow universiteti haqida bo'ladi. Va bugun Glasgow universiteti va kampus bo'ylab sayohat qilamiz. Glasgow universiteti 1451-yilda tashkil etilgan bo'lib, Buyuk Britaniyaning eng qadimgi universitetlaridan biri hisoblanadi. Universitet Russell Group a'zosi, ya'ni ilmiy tadqiqotlar bo'yicha juda kuchli hisoblanadi va doimiy ravishda top 100 universitetlar qatoridan joy olib keladi. Xususan, Glasgow universiteti Times Higher Education reytingi bo'yicha 80-chi va QS ranking bo'yicha 79-o'rinni egallab turibdi. Glasgow universitetida dunyoning 140 dan ortiq mamlakatlaridan 35 ming nafardan ziyod talabalar kelib tahsil olishadi. Shu kabi o'zbekistonlik talabalar ham. Siz ko'rib turgan ushbu bino universitetning asosiy binosi, qaysidir ma'noda universitetning ramzi hisoblanadi. Universitet shu darajada chiroyliki, uni tili bilan ta'riflash juda ham qiyin. Axir aytishadi-ku, 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi.